Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Bugun biz draft o'ynaymiz. Mana Saka, Pedri, Van Dijk, Hvicha, Lewandowski va Ruben Dias kelibdi. Star playerlarda. Bizga Hvicha, Lewandowski yoki Saka yaxshi bo'lardi. Qani bo'lmasam boshladik. Kim chiqargan birinchi? Taktikani 4-1-4-1 qilaman. Ruben Dias chiqdi. Farq yo'q qilaveramiz. Darvozaga esa Jon Garsiyani olamiz. Federico Di Marco. Hech kim chiqmadi normal o'yinchilardan. Bitta 79 Garcia bor ekan, uni tanlaymiz. Bu yerdan bitta Llorente. Rafinha. Dybalani tanlaymiz. Eric Garcia. Sudakov Mendes. Brahim Diaz. To'rtta sariq chiqdi. Bitta Guler va Thuramni tanlaymiz. Ikkinchi darvozaga esa Georgiy Mavardashvilini olamiz. Himoyaga chap qanot, o'ng qanot olsammikin? Ikkita himoyachi chiqadi hozir. Davay chap qanot olamiz birinchi. Keyin bitta o'ng qanot yo'qmi desam Diego Dalot bor ekan, lekin xalqini olamiz. Kamara, Højbjerg, Madison, Varela, Parejo, Benjamin, Andre. Højbjergni olamiz, Højbjerg. Eng kuchlisi ekan. Nick Woltemeytni olamiz, bullet haydarlardan biri. Va biz bu yerda Rodrigoni olamizmi yoki Netonimi? Netoni olgim kelyapti, chunki u yaxshiroqda. Netoni olamiz, tezkorroq. Igor Thiago, Aubameyang, Lukaku, Uyeda, Williams, Ryan, Iñaki Williams olamiz. Faqat o'rta hujumchilarmi desam yo'q, Anthony Gordon. O'rta hujumchilar kerak sizga. 81.3 reytingli draft team chiqdi. Qabul qilamiz va eng kuchli sostavni bossak mana. Normalniy sostav yig'ildi degan umiddaman. Lekin ko'klar ko'p bo'lib ketdi. Ikkinchi taymga tushiradiganlarni belgilab olamiz. Biz hozir mana bu ikkita qanotlarni almashtirishimiz kerak. Tak, Mendy bilan Garcia tushadi. Iñaki Williams bilan Gordon Woltemeyt tushadi bo'ldi. Birinchi o'yinimiz Liverpool bilan. Van Dijk 90 ekan Liverpoolda. Yo'qmi? Bizda Ruben Dias bor. 87 bo'lsa ham reytingi. Yaxshi hujum boshlashyapti. Ofsayd ekan. Ruben Dias, Llorente, Eric Garciaga, Gulerga nisbatan qo'pollik ishlatildi. Qanotga pas ochamiz. Llorente, Pedro Neto, ichkarida Turan bor. Turan kalla qo'yadi. Bo'yi 1.92lik Turan. Yaxshi kalla qo'yadi. Neto. Guler, Dybala, Thuram. Bitta qoldirmoqchi edi. Yana bitta qoldirmoqchi edi. Ruben Dias qo'ya olmadi. Qanday harakat qildi? Alex Garcia, Pedro Neto, qanotda Rafinhadan zarba bor. Chiroyli tarzda super gol uryapmiz. Ajoyib super gol. Ko'rib chiqmasak bo'lmaydi. Thuram to'pni qabul qildi, Rafinhaga oshirdi. Rafinha esa o'ng oyoqda, chapaqay bo'lsa-da, o'ng oyoqda gol uryapti. 68 metrdan deviatsiya. To'qqizlikning o'ziga.
o'tib ketyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Ruben Dias, Tim Towson. Yaxshi, raqibdan jamoadan xato. Ichkariga to'g'ri uzatamiz. Turam kella qo'yadimi? Yo'q, qo'ya olmaydi. Pedro Neto. Lekin Gakpo oldidan kesib chiqqani uchun yetib oldi. Pinya. Markus Thuramdan zarba. No. Georgiy Mamardashvili. Van Dayk. Milosh Kerkes. Kerkes to'pni oldirib qo'ydi. Thuram. Ardada zarba bor. None. Yaxshi Arda Güler. 81 reytinggacha kuchayib ketdi. Arda ham 2 urin kuchaydi. Yangilanishdan so'ng Llorente kalla qo'ya olmayapti, chunki Gakpo to'pni olib qo'ydi. Yaxshi. Tepib yuboramiz, birinchi taym yakunlanadi. Oddiy roza kalmahatdi. Yo'q. Almashtirishlarni qilib olamiz. Gordon tushadi, Nico Boltman tushadi. Erik Garcia bilan Ferland Mendy ham tushadi. Iñaki Williams tushadi. Va davom etamiz. Boltman, Alex Garcia, Dybala, Arda Voltmaitga zarba va darvozadan Georgiy Mamardashvili qutqarmoqda. Voy, Alex Garcia. Yaxshi, normal bo'ladi. Juda burchak ostiga chiqib ketdi o'zi. Gordon olib qo'yapti. Gordon o'tib keta olmadimi desam, o'tib ketyapti Gordon. Gordonda ichkariga uzatma bo'ladi va Voltmate kallada 3-golni ham urib qo'yapti. Yaxshi. Dybala. To'pni oldi deb o'ylabman men. Alex Garcia to'pni olib qo'yapti. Mendy, Gordon, Dybala, Arda, Voltmate, Iñaki Williams ichkariga uzatma, ammo Frimpong qaytarib oldi. Va Arda Güler qo'pollik ishlatib qo'ydi bilmagan holda. Voy, Mendy yetolmadi. Yetdi lekin Mendy keyin. Ye. To'pni oddiy vaziyatda oldirib qo'ydik. Voy, ajoyib patka. Lekin shtraf deb topildi shekilli. Men patkatni ko'rsam maza qilaman. Ruben Dias qaytarmoqda. Yaxshi, Garcia. Kanate. Garsiyadan qo'pollik. Ichkariga uzatma bo'ladi menimcha desam, zarba to'g'ridan. Jon Garsiya qaytarmoqda. Jon Garsiya uzatib beradi. Voltmate yuguradi. Lekin tezlik yo'q. Chopdi patka. Qo'pol zarba bo'ldi. Arda Gordon zarba. Williams ortga. Ferland Mendy. Gordon saqla. Hisobida va 3-0 hisobida yakunlanyapti o'yinimiz. 338 dp mana ko'rishingiz mumkin. Dream Point 150% boost berib qo'yganman. Klanim juda sustlashib qoldi. Klanda hech kim yo'qmay qoldi hozir menda.
5 soat ichida 1 million yopib qo'yishimiz kerak. Lekin uni uddalay olmaymiz. Chunki klanning egasi o'ynamayapti почти. Avval 1 millionlab yig'ardi mana La Double A bilan. Hozircha klan yaxshi emas. Avval 280 ming yig'ib 40-o'rinlarda yurardim. Hozir 65 ming yig'ib 27-o'rinda yuribman. Ha mayli. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr.